Nima uchun erkaklar xiyonat qiladi? Ayollarchi? Bu xiyonatlarning o'rtasidagi farq nimada? Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Keling, avval umumiy neyrobiologik mexanizmni ko'rib chiqamiz. Dopamin bu miyamizdagi asosiy mukofotlash tizimining kimyoviy moddasi. Yangi his-tuyg'ular, yangi muloqot, uzoq munosabatlardagi yaqinlik bora-bora so'nib boradi va ishtiyoq ham yo'qoladi. Shu borada xiyonat yordamga keladi. Xiyonat esa dopaminni qo'zg'atib yuboradi. Bu his-tuyg'ular esa miyamizning talabini qondirishga harakat qiladi. Erkaklar tomonidan xiyonat sabablarini va psixologik jihatlarini sanab o'taylik. Testosteron gormoni. Erkak organizmida testosteronning yuqori darajada bo'lishi yangi qiziqishlarga undaydi. Evolyutsion psixologiya nuqtai nazaridan bu irsiy tarqalish instinkti deb izohlanadi. Ego va nazorat instinkti erkaklarni o'zini kuchli his qilishga hamda uydagi muammolardan qochishga undaydi. O'shanda erkaklar xiyonatga murojaat qiladi. Emotsional aloqa yo'qligi, ya'ni juftlikda muloqotning yo'qligi. Agar his-tuyg'ularning almashinuvi zaif bo'lsa hamda muloqot yo'q bo'lsa, erkak kishi albatta ko'chaga chiqib ketadi va xiyonatga murojaat qiladi. Seksual qoniqmaslik bu ham muhim omil. Lekin tadqiqotlarga qaraganda bu asosiy omil emas. Erkaklarga sabab kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, erkaklarga na muloqot, na his-tuyg'u kerak bo'lmay qoladi. Chunki erkaklar tabiatan ovchi hisoblanadi. Har tomonlama yetuk bo'lsa ham, ular chetga qarab turishadi. Ayollar tomonidan qilinadigan xiyonat sabablarini bilmoqchi bo'lsangiz, psixologik jihatlarini sanab o'tamiz. Oksitotsin hamda hissiy yaqinlik. Ayollar ko'pincha xiyonatni hissiy qoniqmaslik bilan boshlaydi. Aynan shundagina ularni kimdir tinglaganda, kimdir e'tibor qilganda, ular xiyonat haqida o'ylay boshlaydilar. Munosabatdagi inqiroz. Tadqiqotlarga qaraganda, ayol kishi juda ham sabrli bo'ladi. Ammo ko'p vaqt davomida ayol kishini hech kim eshitmasa, hech kim e'tibor qilmasa, hech kim maqtab turmasa, ayol kishida stress holati boshlanadi va u xiyonat haqida o'ylay boshlaydi. Psixologik travma, ya'ni o'ziga past baho berish. O'ziga o'zi yoqmaslik hissi ayollarda tez-tez uchrab turadi. Agar uni turmush o'rtog'i maqtab turmasa, sen chiroylisan deb turmasa, u bu so'zlarni boshqalardan izlay boshlaydi. Psixologlarning ta'kidlashicha, hayot ta'mini yangitdan sezish yoshi 35-45 yoshlardan boshlanar ekan. Bu esa o'rta yosh inqirozi deb ataladi. Xiyonat hech qachon bir tomonning aybi bilan bo'lmaydi. Bu muhim fakt. Lekin aynan mana shunday inqiroz davrida ham xiyonatga murojaat qilmaganingiz yaxshi. Shuning uchun ham turmush o'rtog'ingizni tez-tez eshitib turing, muloqot qiling, yaxshi gapiring. Shundagina his-tuyg'ularingiz yanada bardavom bo'ladi. Agar shunda ham muammolaringiz yechim topmasa, oilaviy psixologlarga murojaat qilish tavsiya etiladi. Soft bilan salomat bo'ling. Soft product.